$200 tovarni raspakovka qilamiz. Oxirgi payt zakazlarim rosa ham ko'paydi. Yana ham ko'proq yangiliklar qo'shmoqchi bo'ldim. O'shaning uchun bittada bozorga borib, hamma kerakli narsalarni olib oldim. Ikkita 10 mm barxit, chiroyli popiladan oldim. Zreyni furniturasi, yengil zanjirdan oldim. Osilmachoqdan oldim 4 ta. Xrustalniy tosh qorasidan, xrustalniy tosh oqidan oldim. Metrajniy toshlar oldim, tillasidan, kumushidan. Lyuksovoy tosh, lyuksovoy tillasim, leska oldim. Ikkita 12 mm qimmat turdan oldim. Har xil razmerli, rangli biserdan oldim. Santimetrli fermuar. Smolani ustidan suradigan lak, shunda qotib qolmaydi smolamiz. Kumush tilla tangala. Ikkita ivory 12 mm dur. Boshqa paketda ekan, bundan 3 ta olgan ekanman. Tilla zanjir, ikkita durli fermuar, 4 xil tayyor jiletkalar. Shunaqa необычный fermuar. Har xil temirlardan oldim. Bularni hammasi grammlab sotiladi. Sumkamiz uchun karabinlardan oldim. Diademalarimiz uchun kayfon muxlardan oldim. Shularni hammasini 2 xil magazindan olganman. Magazinning silkasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman.